Aka 50 million pul kerak, mana shu tillalarni bitta hisoblab beringchi. 50 million pul. Shunaqa. 50 million nima kerak bo'lyapti sizga? Mashina oldim, aka Nexus. Nima mashina? Nexus, ha, aka. 50 millionga Nexus beryaptimi aka? Yo'q, o'zimda ham bor, qo'shyaptim-da, yana yetmayotgan joy. 50 million Nexus beryaptimi? Yo'q. Aka, hop. Bu yerda qarang, ma'murlaringiz lomaga antena narxlanadi. Mana toshlar minus qilinadi, aka. Hop, mana komplektingiz ham yaxshi ekan, faqat ezilib qolibdi deb, mana to'q eziligingizniki, u ham shu lomga ketadi. Mana ma'murlaringiz qolgan hammasi izlariga hisoblab beraman. Tak, qarang, izlaringiz 1 grammni 1 million 60 mingdan qilib beraman. 44 33 1 million 60 mingdan. 46 million 989 ming chiqibdi. Shuni o'zi shuncha chiqyaptimi? 47 million qilib beraman. Ha, mashinangiz hali buni hisoblayman. Siz 50 million deysizmi? Ha, 50 million. Bundan oshib ketar ekan. Hammangizga toshi bor, toshini minus qo'yaman. 13.75 minus 0.5 qilib oldim, tosh juda katta ekan. Hop, lomingizni 1 million 20 mingdan qilib beraman, aka. 13 million 515 ming bor. Hop, qarang, 13 million 500 deylik. Plus 47 million bo'lsa 60 million 500 bor ekan. O'pishimi? To'g'ri. Qarang aka, menga 50 millionni o'zini bersangiz, qolganini o'zimga qaytarib berib yuborsangizdan bo'ladi, o'sha tillalarni 50 millionligini olib qoling-da, qolganini berib yuboring. 47 million bo'ladi. 50 million. Yo'q, 3 million yana kerak-da menga. Yetmay qoladi, to'g'ri keldi. Qaysi brasletingiz? Hop. 60 million 500 bo'ldi. Mana shu brasletingizni hisoblab ko'raylik. Mana 69. Hop, 1 million 60 dan bo'lganda 12 million 390 ming minus qoldi. 12 million 400 minus qoldi. 60 million 500 minus 12 million 400 esa bunaqasiga ham chiqadi. 48 million bor. Bo'ladi aka, mayli 2 million bu 1 million 970 48 million 100 bor. Bo'ladi. Bo'ladi aka, beravering. Unda qarang, mana shu brasletni olib qolasiz. Qolgani menga o'tadi. 48 million. Bo'ladi aka. Bu aytganingizni izlaylar-da, to'g'rimi? Izlaylar. 1 million 60 dan olib qolamiz bugungi kunda. Ko'tarilganda yana olib kelsangiz undan ham qimmatroq hisoblab beramiz. Bu yerda 40 million, men sizga yana 8 million bir sana beraman. Mana aka, bu yerda 8 million 100, aytganimdek общий 48 million 100. Rahmat aka, men bu tillarni ham xudo xolasa o'zingizga olib kelaman. Bo'ldi aka, xizmat o'sishayotamiz, bemalol kelavering. Agar sizlarning ham shunaqa tillar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Gold Avenue to'g'ri tanlang.